Bolgariyada ishlash arafasidamisiz? Unda bu ma'lumotlar siz uchun juda muhim. Bolgariyada mehnat munosabatlari mehnat kodeksi bilan tartibga solinadi. Chet el fuqarolari ishlash uchun yagona yashash va ishlash ruxsatnomasi olishi shart. Shartnoma va ruxsatnomasiz ishlash ish beruvchi uchun jarima, siz uchun esa deportatsiya xavfini tug'diradi. Shuning uchun har qanday ishchi faqat rasmiy mehnat shartnomasi asosida ishga qabul qilinishi kerak. Shartnoma imzolanganda uning bir nusxasi albatta sizda bo'lsin. Shartnomada quyidagilar yozilgan bo'lishi shart. Ish vaqti va dam olish kunlari, ish haqqi miqdori va to'lov muddati, ish joyi manzili hamda mehnat majburiyatlari va muddati. Shartnoma odatda ikki tilda, bolgar va rus yoki ingliz tilida tuziladi. Ish vaqti haqida. Ish haftasi 5 kunlik. Kunlik ish vaqti esa 8 soatdan oshmasligi kerak. Lekin bu korxonaning ichki tartibiga ko'ra farq qilishi mumkin. Ish vaqtidan tashqari ishlashga faqat qonun doirasida yo'l qo'yiladi. Qo'shimcha ish va dam olish kunlaridagi ish yuqori stavkada to'lanadi. Ish haqi odatda oyning 10-sanasidan 25-sanasigacha to'lanadi. Ish beruvchining majburiyatlari. Ish beruvchi sizning Milliy daromadlar agentligida ro'yxatdan o'tkazishi, ijtimoiy va pensiya badallarini to'lashi, xavfsiz mehnat sharoitlarini ta'minlashi va ish haqini o'z vaqtida to'lashi shart. Bundan tashqari, ish beruvchi sizni ijtimoiy sug'urta qilishga majbur. Bu tibbiy xizmat, pensiya va baxtsiz hodisalardan himoyalanish huquqingizni ta'minlaydi. Muhim eslatma. Bir korxona bilan shartnoma imzolab, boshqa korxonada ishlash ham noqonuniy hisoblanadi. Bu fikrni esingizdan chiqaring. Sizni hech kim majburlab ishlata olmaydi. Agar bosim yoki tahdid bo'lsa, darhol huquqni muhofaza qiluvchi idoralarga murojaat qiling. Huquqlaringiz buzilsa, jim turmang. Mehnat inspeksiyasiga, ya'ni Glavnaya inspeksiya po trudaga murojaat qiling. Bu asosiy nazorat organi bo'lib, ish beruvchi ustidan shikoyatlarni qabul qiladi. Shikoyatni onlayn yoki hududiy boshqarmaga borib, yozma ravishda topshirish mumkin. Inspeksiya sizning shaxsingizni sir saqlagan holda tekshiruv o'tkazishga majbur. Kam ta'minlangan va ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslar uchun Milliy yuridik yordam byurosi bepul advokat xizmati taqdim etadi. Milliy yuridik yordam telefoni 0700 10 202. Favqulodda holatlar, zo'ravonlik, firibgarlik yoki xavfli vaziyatlarda 112 raqami orqali politsiyaga murojaat qilishingiz yoki Telegram orqali huquqiy yordam uzbot botiga yozib, migratsiya agentligi mutaxassislari bilan bog'lanishingiz, huquqiy maslahat yoki beg'araz yordam olishingiz mumkin. Yordam olish uchun Vazirlar Mahkamasi huzuridagi migratsiya agentligining ekrandagi bepul telefon raqamlariga yoki siz turgan davlatdagi vakolatxonasiga murojaat qiling. Agentlik vakolatxonalari mavjud bo'lmagan xorijiy davlatlarda fuqarolarga O'zbekiston Respublikasining xorijdagi diplomatik vakolatxonalari va konsullik muassasalari orqali yordam ko'rsatiladi. Bundan tashqari, huquqiy yordam uzbot Telegram bot orqali ham bog'lanish mumkin. Agar O'zbekistonda bo'lsangiz, 1282 qisqa raqami yoki +99871 202 3355 raqamiga murojaat qiling.